asosan yoshlar eshitsin deyman. Ota-onaning qadrini bilmay yurgan yoshlar, hattoki bolasini qadrini ham bilmay, bolalarni ham yosh qaramay yurgan yoshlar ko'payib qoldi bir zamonlarda. Azizlar, mana shu yoshlar uchun asosan aytiladigan bir narsa bu. Bu she'r İlyas Mallayevniki. İlyas Mallayev 1-2 yil bo'ldi kelib ketganiga, mana Toshkentga kelgan ekan, menga bir kitobini berdi. Kitobni ochib qarasam, ota-ona davri degan, ya'ni ota-ona bilan birga yashab turgan davringda nechik bo'ladi? Juda bir ajoyib davr bo'ladi. Shu davrni qadrini bilish kerak. Qadrini bilik degan maqsadda yozgan ekan. Buni o'qib ko'rib, menga bu she'r yoqib qoldi. Shu xalqima aytsam, xalqimning arasida shunday she'rlarni ota-ona haqida shunday she'rlarni aytib yurayin degan bir maqsadda yodlab, xalqimning ichida aytib yuribman. Mana bu she'rni bir eshitinglar. Ota-ona davri olamda ajab davron ekan. Bu ajab davronni qadrin bilmagan nodon ekan. Kim agar hurmat ko'zi birla olarga boqmasa, ul kishining narxi eski tangadan arzon ekan. To'g'ri yo'lni ko'rsatib ota-ona farzandiga, otalar farzandga ko'z, onalar mujgon ekan. Ota-onangning duosi bo'lsa boshingda agar, ota-onangning duosi bo'lsa boshingda agar, quvvati chin Makkada har oyati Qur'on ekan. Bu jahonda barcha insonlarni ko'rdim birma-bir, ba'zilar boshqa yetimlik dardiga girgan ekan. O'z uyimning gullaridan yayramay qoldi dilim, ota-ona bo'lmagan hovli qora zindon ekan. Ota-ona aqtarib İlyas junun sahrosida sochlari belga tushib majnun sifat yurgan ekan. Shoir aytmoqchiki, ota-ona o'tib ketgandan keyin sochlaringizni belga tushirib majnun sifat bo'lib yurgan bilan ham foydasi yo'q. Bor vaqtida qadrini biling deb yozgan ekan. Mana shu she'rni men aytib beribman xalqimiz orasida. Kadrin bilmegen nadan eken, bu acem devran kadrin bilmegen nadan eken. Kim eğer ümmet gözü birle alarga bakmasa, kim eğer ümmet gözü birle alarga bakmasa, o kişinin nerfi eskinden giden arzan eken. O kişinin nerfi eskinden giden arzan eken. Doğru yolunu görsatıp ota-ona farzandiga, doğru yolunu görsatib ota-ona
için Mekke'de her ayeti Kur'an iken. Bu cihanda barcha insonlarni ko'rdim birma-bir. Bu cihanda barcha insonlarni ko'rdim birma-bir. Ba'zilar boshqa yetimlik dardiga girgan ekan. Ba'zilar boshqa yetimlik dardiga girgan ekan. Özlüğümün güllerinden yayramay kaldı dilim. Adını bulmadan avlı karazından iken. Adını aktarıp biliyorsun sahrasını. Adını aktarıp biliyorsun sahrasını. Saçları birge düşüp Mecnun üstüne yürüyen iken. Saçları birge düşüp Mecnun üstüne yürüyen iken. Saçları birge düşüp Mecnun üstüne yürüyen iken. Saçları birge düşüp Mecnun üstüne